mehnat qilishlari, farovon yashashlari hamda dam olishlari uchun yetarli sharoitlarni yaratish davlatimiz siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan. Bu borada mamlakatimizda tizimli ishlar yo'lga qo'yilgan. Jumladan aholi turmush sharoitini yaxshilash, tadbirkorlikni rivojlantirish, kambag'allikni qisqartirish va ijtimoiy qo'llab-quvvatlashga oid farmon va qarorlar, dasturlar hamda loyihalar ishlab chiqilib hayotga tatbiq etilmoqda. Keng ko'lamli islohotlar amalga oshirilyapti. Buni birgina Farg'ona viloyatining olis So'x tumani misolida ham ko'rish mumkin. So'x qo'shni Qirg'iziston Respublikasi bilan chegaradosh tog'li hududda joylashgan tuman. Unda qariyb 90 mingga yaqin aholi istiqomat qiladi. Mahalliy aholining asosiy daromadi yaqinlargacha dehqonchilik va chorvachilikdan edi. Bog'dorchilik va kartoshkachilik ham hududda yaxshi rivojlangan. Prezidentimiz tashabbusi bilan o'tgan 9 yil davomida ushbu chekka tumanda ulkan ishlar amalga oshirildi. Eng asosiysi, aholini anchadan buyon qiynab kelayotgan muammolar yechimini topa boshladi. Yillar davomida yopiq bo'lgan chegaralar ochildi. Odamlarning harakatlanishi va tovarlarning aylanishida to'siqlar bartaraf etildi. Qo'shnilar bilan o'zaro bordi-keldi, faollashdi. Tuman iqtisodiyotiga kiritilayotgan byudjet mablag'lari, investitsiya miqdori yildan yilga ortib boryapti. Natijada ilk marotaba ushbu tumanga sanoat kirib keldi. Kichik biznes va tadbirkorlik yuksaldi. 2025-yilda 12,5 million AQSh dollari miqdoridagi mahsulotni eksport qilishga erishildi. Prezidentimiz topshirig'iga ko'ra tumanni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish va ishsizlikdan, kambag'allikdan xoli hududga aylantirish bo'yicha ishlab chiqilgan dasturlar so'xliklarni ayniqsa quvontirib yubordi. Yerlarni o'zlashtirish, qayroq massivi, javpaya massivini o'zlashtirish erta bog' bo'lib yaratyapti. 200 gektar, 300 gektar hali yaratilgan bog'larda allaqay o'zining mevasini ko'rsatyapti. Biz shukrona qilamiz, bola chaqalarimizga aytamiz. So'x tumani haqida gap ketganda, tog'lar ortidagi toza havosi, so'lim tabiati va sharqiroq suvlarga ega ajoyib maskan gavdalanadi. Prezidentimizning ushbu tumanga bergan e'tibori tufayli davlat byudjetidan mablag'larning ajratilishi, chet el investitsiyalarining jalb etilishi evaziga mahalliy va xorijiy sayyohlarga savdo, maishiy servis xizmatlari ko'rsatish shoxobchalari, mehmonxonalar quriladi. Keng ko'lamli bunyodkorlik ishlari amalga oshiriladi. Oxirgi 6 yil ichida So'xda ancha muammolar yechimini topdi. So'x xalqi nomidan men minnatdorchilik bildiraman. Bitta nabiram Farg'onaning 5-maktabda o'qiyapti. Xorij tillarini o'rganyapti. Nima uchun deganda bular aytayaptiki, biz xudo xolasa So'xda mana shu turizm maskani ochilar ekan, biz gid bo'lamiz xudo xolasa. Xorijiy sayyohlarga xizmat qilamiz. Shu So'xning nomini ko'taramiz. Yoshlarimiz kelajakka ishonch bilan qarayapti-da. Men o'zim shu xursandchiligim shuki, bir nuroniy sifatida vatanimiz uchun mehnat bilan qanaqa nima bo'lsa o'z hissamni qo'shishga men harakat qilaman, tayyorman. Tumanda kadrlar tayyorlash masalasi ustuvor vazifalarda, jumladan mavjud 2 kasb-hunar maktablari viloyatdagi 2 universitet qoshidagi texnikumlarga aylantiriladi. Ularda o'g'il-qizlar eng zamonaviy kasblarga o'rgatiladi. Shuningdek, yangi o'quv yo'nalishlari ham ochiladi. Endi 4 ta farzandim bor, 12 ta nabiram bor. So'xda 2 ta oliygohli texnikum ochiladi ekan. Endi bizni farzandlarimiz, nevarlarimiz uzoqqa borib ilm olmasdan shu So'xni o'zida ilm oladi. So'x tumanimizda 2 ta texnikum, Farg'ona davlat universiteti hamda Farg'ona davlat texnika universiteti negiziga biriktirildi. Bu nima degani? Yoshlar orasida yuraman, mahalla yoshlar yetakchisi sifatida. Yoshlarimiz hozirdan aytayapti, So'x tumanimizda texnikumda o'qib turib, o'z yo'nalishlari bo'yicha Farg'onaga borib o'qib, oliy ma'lumotli kadr bo'lib yetishadi. Bu nima beradi? Ular ertaga universitetni bitirib kelishgandan keyin So'x tumanimizda ijtimoiy iqtisodiy rivojlantirishga hissa qo'shadigan yetuk kadrlar sifatida faoliyat ko'rsatishadi. Endilikda So'x tumanida aholi daromadining asosiy omili bo'lgan qishloq xo'jaligiga zamonaviy yondashuvlar asosida yangi texnologiyalar joriy etiladi. Qayroq massividagi 425 gektar yaylovda mevali bog'lar, Chashma mahallasidagi 60 gektar yerda zafaron plantatsiyalari, Ozod va So'x xo'jaliklariga qarashli 100 gektar maydonda kartoshka yetishtirish loyihalarini amalga oshirish belgilandi. Mana shu qayroq massiv, meni yoshligim, shu ulg'aygan joyim shu qayroq edi. Shu yerda men bu har bir qarich yerini yaxshi bilaman qayroqni. Shunda tashlandiq joyida so'xlik tadbirkorlar mana qaranglar allaka ishni boshlab ilk qadamlar bosildi, qo'yildi. Albatta So'xda mana shu loyiha qarorida bashdan yig'ilishda ko'rib chiqaman, xulosa kelinki So'xda ekoturizmni rivojlantirishga, tibbiy turizmni rivojlantirishga, iqtisodiyot,
ijtimoiy sohalarni rivojlantirishga, xususan ta'limga, tibbiyotga juda e'tibor qaratdilar. Yoshlarni ish bilan ta'minlash, kambag'allikni qisqartirishga hech soha qolmadi. Barcha sohalarga prezidentimiz diqqat e'tibor berib, uni muhokama qildilar. O'zi qayroq degani ham suvsiz joyda bu. Qayroq bu yerda suv bo'lmas edi. Qarang, hozir suv chiqdi, obod bo'ldi. Bu daraxtlarni qarang, suv zar deydi. Suv yetib kelguncha obodlik bo'ladi. Hayot qaynaydi. Albatta So'xda hayot qaynaydi. Hozir So'xning 25 ta mahallasi bor. 90 mingga yaqin aholimiz bor. Mana shu hamma mahallalarda, ko'chalarda obodonchilik, qurilish, tadbirkorlik, ko'kalamzorlashtirish, yangi daraxtlar, nihollar ekish avjida. Navobod mahallasida baliqchilikni rivojlantirish bo'yicha loyiha amalga oshiriladi. Unga ko'ra 50 sotixdan 30 ta hovuz tashkil qilinadi. Har bir hovuzda 50 tonnadan forel balig'i yetishtirish imkoniyati yaratiladi. Shu bilan birga Devayron va Tuldasht hududlari oralig'ida 8 kilometr uzunlikda o'zoqar sug'orish tarmog'i qurilishi hisobidan 500 gektar mevali bog' barpo qilinadi. Qo'shimcha 300 gektar ekin maydonini o'zlashtirish choralari ko'riladi. Chorvachilik yo'nalishida 4000 dan ortiq aholi xonadonlarida zotli mollarni yetishtirish, echkichilikni yo'lga qo'yish va qolaversa asalarichilik bo'yicha katta loyihalarni amalga oshirish uchun ham mablag'lar ajratiladigan bo'ldi. Muhtaram prezidentimizning mahallaga berilgan e'tiborlardan biz mahalla ahli minnatdormiz. Mana mahalla binolari yangilandi. Moddiy texnik bazalarimiz shakllantirdi. 7lik tashkil qilindi. Fuqarolar muammolari mahallada yechim topyapti. So'x rivojlanib turizm maskaniga aylantirilgan. Mana hozir ikkita tadbirkorimiz chiqib bizga joy ajratib bersalaringiz biz turizm maskani quramiz deyapti. Bu degani yangi ish o'rinlari, aholi daromadi oshadi degani. Biz barcha mahalladagi fuqarolar nomidan prezidentimiz So'xga berilgan e'tiborlariga minnatdormiz. So'x daryosining ikki qirg'og'ini mustahkamlash va bu yerda eng zarur infratuzilmani yaratish uchun davlat byudjetidan 180 milliard so'm mablag' ajratilyapti. E'tiborlisi, hozirgi kundanoq bu yerdagi investitsion va turizm loyihalarini amalga oshiradigan ko'plab mahalliy, qolaversa xorijiy talabgorlar soni ham kundan kunga ortmoqda. So'x daryosi o'zanlari atrofida turizm servis, ya'ni sayyohlik xizmatlari yaratiladi. 20 dan ortiq ish o'rni yaratiladi. Turli oliygohlar va turli texnikumlarda turizm yo'nalishida tahsil oluvchi talabalarni shu biz aytib o'tgan 20 dan ortiq loyihalarga ishga jalb qilish bo'yicha kelishuvlarni amalga oshirmoqda hozirgi kunlarda. 5000 ga yaqin xorijiy sayyohlarni O'zbekiston hududiga olib kiramiz. Endilikda sayyohlarimizni So'x tumaniga ham jalb qilamiz. Toza havo, go'zal tabiatga ega ushbu hududda reabilitatsiya, fizioterapiya, dori-darmon logistikasi va tibbiy ta'limni o'z ichiga olgan tibbiy xizmatlar klasterini tashkil etish uchun barcha sharoitlar mavjudligiga alohida e'tibor qaratilmoqda. Bu yo'nalishda turizm va xizmat ko'rsatish sohasi uchun 60 million dollar investitsiya jalb qilish, qariyb 2000 ta ish o'rni yaratish, turizm xizmatlari hajmini 15 milliard so'mga, eksportni esa 2 milliard dollarga oshirish rejalashtirilgan. Yaqin 4-5 yil ichida mutaxassislar keltirildi. Yangi tibbiy jihozlar olib keltirildi. Shifo maskanlari ta'mirdan chiqarilib, chiroyli holatga keltirildi. Buning evaziga 4-5 yil avval ayrim jarrohlik amaliyotlarini biz Farg'onaga jo'natarlik, apparatlar yetishmaganligi sababli markaziy shifoxonamizda zamonaviy tibbiy jihozlar bilan ta'mirlangani uchun hozirgi vaqtda shu yerda o'zida amalga oshirilyapti. Qolaversa, mana qo'shni davlatlarimiz Qirg'izistondan bemorlarimiz kelib, bu yerda o'z shifolarini topib ketishmoqda. Ana endi yangi qarorga ko'ra So'xda tibbiyot turizmi rivojlanar ekan. Bu bizga juda ham katta yutuq. So'xda toza havosdan to'yib nafas olgan va shifobaxsh suvlardan ichgan inson albatta tez sog'ayib ketadi. Shu nuqtai nazardan So'x tumanida tibbiyot turizmi rivojlanishidan biz tibbiyot xodimlari juda ham minnatdormiz. So'x tumanida 130 gektar mas'ul rejaga asosan Rovon Sarikandi mahalla hududida turizm loyihasi, turizm sog'lomlashtirish zonasi, Obishirsoy, Qayroq hamda Javpay massivlarida turistik obyektlarni barpo etish orqali turizm xizmatlar hajmini oshirishga, karra oshirishga bizda aniq loyihalar shakllantirildi. Bugungi kunda So'x tumanimizda 130 gektar yer maydonida
infratuzilmasi uchun byudjetdan 60 milliardlik mablag'lar yo'naltirilmoqda. Asosan bu yerda daryo qirg'oqlarini mustahkamlash, yo'l infratuzilmasi, elektr ta'minotlari. So'x tumanida asosan biz Rossiyada o'z biznesini yo'lga qo'ygan vatandoshlar bilan ishladik. Bundan tashqari Xitoy davlati hamda boshqa shahar tumanlaridagi yirik tadbirkorlar bilan loyihalarni amalga oshirish bo'yicha bir qator amaliy ishlar boshlangan. Bugungi kunda Rossiyada o'z biznesini yo'lga qo'ygan vatandoshlarimiz tomonidan Qayroq massivida Akmus Century tomonidan umumiy qiymati 6 million dollarlik kemping usulidagi dam olish maskanlari. Massiv reja hududida 4 million dollarlik reabilitatsiya va tibbiyot markazi loyihalari. Bundan tashqari bir qator loyihalar mazkur hududda shakllantirildi. Prezidentimizning e'tibori tufayli tumanda tub islohotlar amalga oshirilishi, yangilanish va o'zgarishlar har bir fuqaroning, har bir oilaning hayotiga kirib borib, ularning ertangi kunga bo'lgan ishonchini yanada mustahkamlashga xizmat qiladi deyishmoqda so'xliklar. So'x butkul o'zgardi. Aholi yashash tarzi farovonlashib bormoqda va mana shu islohotlarni aholiga yetkazishda bu ijodkorlarning ham jurnalistlarning ham o'rni bor deb o'ylayman. Deyarli har kuni yangi islohotlar, yangi tashabbuslar, dasturlar So'x tumaniga kirib kelmoqda va buni aholi o'z hayotida his etmoqda. So'x tumanini ijtimoiy-iqtisodiy jihatdan rivojlantirish maqsadida yangi qaror loyihasining taqdimoti bo'lib o'tdi va buni bir jurnalist sifatida televideniya orqali ko'rib yana ruhlandim. Bu biz jurnalistlarga ham mas'uliyat va ham bir g'ayrat beradi, shijoat beradi. Yil sayin obodlashib borayotgan, tadbirkorlar maskanaga inayotgan, yangi urchi o'rinlar yaratilayotgan, tadbirkorlar sharoitlar yaratib berishi natijasida bir vaqtlar mana shu yerdan odamlar hatto ko'chib ketganlar qaytib kelyapti. Chet ellarda o'zi sarmoyasi bor tadbirkorlikni yo'lga qo'yganlar qaytib kelib o'zimizning vatanimizda, o'zimiz So'ximizga o'z ustasini qurish bilan harakat qilishini bildiryapti. Biz o'ylaymizki, shu albatta bir kelajak natijasini beradi. Biz nuroniylar xudo xolasa yoshlarimizni tarbiyalaymiz. Mana shunaqa qilayotgan g'amxo'rlik bilan javob beramiz. Prezidentimiz atrofida birlashib, katta marralarni o'zlashtirish bo'yicha bor kuchimiz, imkoniyatimizni sarflaymiz. So'xda kim bilan suhbatlashmang, bugungi kunlar tarixiy ahamiyatga ega ekanligini ta'kidlamoqdalar. Endi tuman butunlay o'zgaradi. Dasturlar, loyihalar zamirida inson qadri, manfaatlari yotibdi. Yangi So'xni butun dunyo taniydi endi. Yangi O'zbekistonga munosib bo'ladi u. Turistlar oqimi 10 barobarga ko'payadi. 14 mingga yaqin yangi ish o'rinlari yaratiladi. Eng asosiysi, tuman kambag'allikdan xoli hududga aylantiriladi. Aholining turmush